10 ga bo'lsa ham qo'yib 15 ga qo'yamiz. 15 ni yig'amiz dedi yuqori. 10 ga qo'yavering. Nima? Baribir qizlar ham keyin bir anaqa so'rab qolishadi. Qanisiz Malika? Ularga menimizdan kelganman chunki. Bo'ldi. Assalomu alaykum hammaga. Bugun biz Oloberdi bilan sizga Germaniyada yashash, ta'lim olish va umumiy Germaniya haqida o'zimizni tushunchalarimizni, taassurotlarimizni bo'lishga harakat qilamiz. Bir nechta savollar tayyorlab kelganman va o'sha savollarga birin-ketin javob beramiz. Ismim Malika, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti 3-bosqich talabasiman. Assalomu alaykum barchaga. Mening ismim tanishtirib o'tganlaridek Oloberdi, Geologiya fanlari universitetining iqtisodiyot yo'nalishi 3-bosqich talabasiman. Hop, sizlarga xudo xolasa Germaniya va Germaniya hayoti haqida iloji boricha manfaatli, foydali ma'lumotlar berishga harakat qilamiz. Biz hozirda Germaniyaning University of Applied Sciences Zittau Geology universitetida almashinuv dasturida o'qiymiz. Demak, birinchi savolim, agar sizga yana bir marta imkon berilsa, yana qaytib kelardingiz xuddi shu yerga? Xuddi shu joyga albatta kelgan bo'lardim, chunki aynan bu joylarning tabiati, o'zini dars qilish muhiti menga juda ham yoqdi. Shahar universitetlari, top reytingga kirgan universitetlar ham albatta zo'r variant, ularga ham borishni xohlagan bo'lardim, maqsadim ham shu. Lekin o'zimiz Toshkentda o'qiganimiz uchun, shahar markazida o'qiganimiz uchun sal chetroqqa kelib, bu yerda tabiat qo'ynida odam dam olib, tinchroq, sokinroq joyda ta'lim olish baribir boshqacharoq bo'ladi. Menda ham xuddi shu javob deb kelgan bo'lardim, chunki bu yerga kelganimizda tabiat juda ham zo'r, maza qilib o'qiyapmiz, dars, ta'lim berishlari ham boshqacharoq. Endi yaxshi, yomon deb bo'lish noto'g'ri deb o'ylayman, lekin umuman sistemasi ham boshqacha. Menga yoqadi. Misol uchun bir kunda faqat bitta fan o'qiymiz, nahotki ko'p 4-5 ta fan bo'lmaydi, o'sha bitta fanni ham 3 soatlab, ba'zida 4 soatlab break time'lar bilan birga o'qiymiz. Shuning uchun jon deb kelgan bo'lardim, chunki eng kamida chiroyli tabiatni ko'rib ketgan bo'lardim. Shuning uchun kelgan bo'lardim. Ikkinchi savol, agar ikkinchi marta kelsangiz, kelishingizni bilardim, shuning uchun qarang, shunaqa savol berdim. Agar ikkinchi marta kelsangiz, xuddi mana shu kelgan odamlaringiz bilan kelardingiz yoki yolg'iz kelgan bo'lardingiz yoki boshqa odamlar bilan kelardingiz? Agar boshqa odamlar bilan keladigan bo'lsangiz, aynan kimlar bilan kelgan bo'lardingiz? Hop, eng avvalo biz kelajakda nimalardir bashorat qila olmaymiz. Bu yerga kelishimizni o'zi ham, o'zimizni kelganimizni o'zi ham bir juda ham katta baxt. Bu yerga ham misol uchun o'zingizga ham xabaringiz bor. Iqtisodiyot universitetining o'zidan dokument tayyorlab bu yerga topshirgan, o'qishga kelish maqsadida topshirgan o'quvchilar 100 dan oshiq edi. Aynan shu 10 kishi saralab olindi. Endi bu kelajakda barchaning omadi, o'zini harakati, ilm darajasiga qarab bo'ladi. Lekin agarki tanlash huquqi menda bo'lganda, eng avvalo ushbu kelgan 14 kishini deyarli barchasi bilan kelishni xohlagan bo'lardim. Lekin juda ham istardimki, o'zimni eng yaqin do'stlarim bor, ular ham juda ham kelishni xohlashadi. Ular ham juda ham ilmli, aqlli talabalar, ularni ham bu yerga kelishini, birga vaqt o'tkazishni istagan bo'lardim. Biz hozir bu universitetga O'zbekistondan 14 kishi kelganmiz. Shundan 12 kishisi Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti va ikkita yagona talabamiz Geologiya universitetidan. Agar menga ham xuddi shunaqa tanlov berilganida yolg'iz kelmagan bo'lardim. Endi bilmadim, ikkinchi martasida yolg'iz kelsam balki unchalik qiynalmasman. Birinchi marta kelganimizda, chunki birinchi marta kelganimizga 12 kishi kelganimizga juda ham xursand bo'lganman. Juda ham o'zimda yolg'iz emas, qandaydir himoyachilar bor deb his qilganman. Shuning uchun jon deb mana shu 14 kishi bilan yana bir marta kelgan bo'lardim. Aynan shu insonlar bilan. Endi lekin bu bilan boshqalarni olib kelmagan bo'lardi. Boshqalar yaxshi emas demoqchi emasman, lekin mana shu insonlar bilan vaqt o'tkazish menga juda ham yoqdi. Shuning uchun yana shular bilan kelgan bo'lardim. Albatta. Yolg'iz kelish ikkinchi marta bo'lsa ham baribir bu juda ham katta insonning o'ziga ishonchi deb hisoblayman, qoyil. Lekin nima bo'lgan taqdirda ham muammolar birgalikda bosib o'tirsa, ancha xavfsizroq shakllanadi. O'zbekistonda ham ko'rmoqchi bo'lgan narsangiz, ya'ni bu yerda bor va o'sha narsani O'zbekistonda ham ko'rishdan xursand bo'lardingiz. Bu yerda bor narsani O'zbekistonda ham bo'lishini bu xohlagan narsa bo'lishi mumkin. Misol uchun odamlarning xarakteri bo'lishi mumkin, aynan bitta anaqa obyekt bo'lishi mumkin yoki bo'lmasa qanaqadir qadriyat bo'lishi mumkin. Istagan narsa. Men juda ham xohlagan bo'lardim bu yerda talabalarga bo'lgan dunyo qarashni O'zbekistonda ham ko'rishni. Chunki biz bilamiz, O'zbekistonda bu juda ham katta ta'siri bor, albatta social mediani
Chunki bilamiz, tarmoqlarda, Instagram, Facebook, boshqa joylarda talabalarni ovqatlanish uslubi, o'zini yurish-turishi yoki ishlashiga qarab juda ham ko'p memlar, qiziqarli, kulguli voqealar qilishadi va talabalarga talaba sifatida emas, xuddiki insonlarni qanaqadir moliyaviy jihatdan qiynalgan insonlarga qaragandek muomala qilishadi. Bu yerga kelganimizdan bo'lsa, naborot bizga aksincha alohida ilm o'rganish yo'lida kelgan, kelajakni qurishga harakat qilayotgan insonlar sifatida alohida dunyoqarash qilishdi. Hattoki professorlar barchalar hurmat bilan muomala qilib, bizni doim qo'llab-quvvatlab, nima bo'ladigan bo'lsa, har doim yaxshi muomalada bo'lishdi. Men xuddi shu narsani O'zbekistonda ham ko'rishni xohlagan bo'lardim. Nega? Chunki bizni O'zbekistonda juda ham potensiali yuqori bo'lgan talabalar juda ham ko'p. Germaniyadan kam deb o'ylamayman. Va shunga yarasha muomala qilsa, o'ylaymanki, barcha talaba o'zini bor kuchini, ilmini ochib bera olardi va O'zbekistonimizda rivojlanish tezroq bo'lardi degan. Shu narsaga hech e'tibor bermagan ekanman. Hozir aytganingizdan keyin o'ylab qoldim. Rostdan talabalarga ham xuddi odamdek qarashadi. Men unaqa demoqchi emasman, O'zbekistonda unaqa qarashmaydi emas. O'zbekistonda ham shunaqa bilim darajasini berish juda ham yaxshi. O'zbekistonni ham hurmat qilaman, lekin talabalarga ham inson sifatida qarashadi. Mana shu yerda bitta narsa esimga kelib qoldi. Shu narsani ancha oldin o'ylab qo'ygan edim. Bilasizmi, bu yerda erkak kishiga ham, ayol kishiga ham bir xil qarashadi. Bir xil qarashadi. Misol uchun, voy bu ayol kishi bu ozgina zaifaroq bo'ladi, bu unga sal ko'proq e'tibor berish kerak, ko'proq mehr berish kerak degan narsa bo'lishi mumkin, lekin men ko'rganim bo'yicha teng ko'rishadi. Misol uchun, bu erkak kishi ham bu inson, bu ayol kishi bu ham inson. Ikkalasini teng ko'rishadi. Qaysidir ma'noda bu narsani xohlamayman. Baribir ayol kishiga ko'proq e'tibor berish kerak, ko'proq care qilish kerak ayol kishi haqida deb o'ylayman. Shu narsani o'ylab ko'rdim. Bu yerda ayollar ham oddiy inson qanaqa bo'lsa, xuddi shunaqa harakat qilishadi. Diskriminatsiya. Ajratish umuman yo'q. Bu narsa ham yaxshi, ham unchalik menga yoqmadi, rostini aytsam. Keyin yana bitta narsa o'qib qolgandim. Germaniya ayollar farzandsizligi bo'yicha eng yuqori reytingda joylashgan Yevropada. Keyin bu narsa unchalik ham emas, chunki juda ham ko'p inson uy hayvonlarini boqishadi. Misol uchun kuchuklar juda ham ko'p kuchuk boqishadi. Har doim ko'chalarda aylantirib yurishadi. Biz inson bo'lib o'zimiz aylantirib yuramiz. Hatto kolyaskalarga solishadi. To'g'ri, zo'r kolyaskalar bor, o'shalarda aylantirib yurishadi. Qoyil qolish kerak bunga просто. Men O'zbekistonda ko'rishni xohlaydigan bitta narsa bu albatta freedom deb o'ylayman. O'zbekistonda ham freedom bor, faqat O'zbekistonda ko'proq ustimizda pressure bo'ladi. Bosim doimiy ravishda. Doimiy ravishda bosim bo'ladi. Mana shu bosim bo'lmasligini xohlagan bo'lardim, chunki bu yerga kelganimizdan keyin qanaqadir bosim o'zidan o'zi yo'qoldi-da. Bu nafaqat talabalarga masalan qo'yiladigan formada kelish yoki vaqtida kelish, darslarni hammasiga qatnashish emas, bundan tashqari ham ko'chada yurganingizda ham, jamoat joylarda yurganingizda ham sizga hech qanaqa bosim yo'q-da. Shunchaki inson bo'lib yursangiz bo'ldi, boshqa hech narsa so'ralmaydi. Men O'zbekistonda bo'lganimda esa ozgina mana shu bosimni har doim his qilib turaman-da o'zimda. Metroda yurganimda ham, ko'cha-ko'yda yurganimda ham, universitetda yurganimda ham qandaydir ustimda har doim bo'lsa, e'tiborli bo'lib tur, har doim qanaqadir inson tayyor bo'lib turishi. Shunaqa. Keyin yana ko'p ma'lumot qo'shib ketayman, lekin mayli. Bemalol. Instagramda Reels bo'lgan. O'shanda bitta YouTube'da bo'lgan shunaqa intervyuni ko'rsatib berishyapti. Dunyodagi eng depressiyaga tushgan ikkinchi mamlakat bu UK bo'lsa, birinchisi o'zbeklar ekanda. Men birinchidan xursand bo'ldim, chunki juda ham mashhur YouTube kanalda, podkastda o'zbeklarni bemalol ular mention qilyapti-da, ya'ni o'zbeklar kim ular degan savol bo'lmayapti-da. Aytayapti, kim birinchi nation deb so'rasa aytayapti, Uzbeks deyapti. Keyin u ikkinchisi aytayapti, Uzbeks, deb aytayapti-da. Masalan, men hayron qolganim, ular o'zbeklarni oddiy qabul qilishyapti, xuddi bu Britishlar degandek qabul qilishyapti, biladigandek qabul qilishyapti. Shundan xursand bo'ldim. Keyin juda ham depressiyaga tushgan degandan ozgina xafa bo'ldim albatta, lekin rostdan ham O'zbekistonda qandaydir bosim bo'ladi ustimizda. Ana shu pressure bo'lmasligini, hech kimdan qanaqadir katta narsa kutmasligini yoki nima deydi, jealousy bilan qaramasligini, hamma o'zini hayotida bemalol yashashini xohlagan bo'lardim. Jealousy deganingizda juda ham zo'r fikr, yana hayolimga kelib qoldi. Bu yerga Germaniyaga kelganimizdan so'ng hech bir inson o'zini sherigiga yoki yonidagi insonga moliyaviy jihatdan qarab muomala qilmaydi. Hattoki nemislarning o'zlarini yurish-turishlari ham
oddiy eski kiyimda yurishadi. U xoh professor bo'lsa, xoh oddiy inson bo'lsa, ko'chada yurib kiyinganiga qarab qanday ishda ishlashini misol uchun bilib olib bilish qiyin. Bu holat bizda yana bir shu pressurni olib tashlashga olib keladigan omillardan biri deb hisoblayman. Chunki siz o'zingizni tashqi ko'rinishdan hamma bilan bir xil qilsangiz yoki o'zingizni tabiiy ko'rsatadigan bo'lsangiz, hech qachon tabaqalashtirish, o'zgartirish yoki tamom bo'lib muomala o'zgarishi bo'lmaydi. Shu tariqa inson o'zi ko'chada yurganda ham o'zini bemalol his qiladi. Siz O'zbekistondan bu yerga nimani olib kelgan bo'lardingiz? Xo'p, O'zbekistondan men juda ham ko'p narsani olib kelishni istagan bo'lardim. Eng avvalo O'zbekistondan bu yerga men hurmat degan tushunchani, ya'ni yoshga nisbatan hurmat degan tushunchani olib kelishni istagan bo'lardim. Chunki biz O'zbekistonda dinimiz tufayli ham juda ham ko'p o'rgatiladi, juda ham ko'p ta'kidlanadi kattalar tomonidan. Kichiklarga izzat, kattalarga hurmat deyiladi. Xuddi shu narsani men Germaniyada umuman ko'rganim yo'q. Bu yerda tenglik qilishga harakat qilishgan va shu narsaga juda ham zo'r erishgan, hamma teng, xoh qari, xoh yosh. Biz poyezdda yurganimizda o'zim guvohi bo'ldim. Uzoq masofalarga yo'lga chiqqanimiz bo'ldi. 4 soatlik, 5 soatlik poyezdlarga o'tirdik. Yoshlar o'tirishdi, kattalar 60, 55, 70 yoshli onaxon otaxonlar faqatgina turishibdi va ularga hech kim joy bergani yo'q. Bu orqali ular hech narsa degani yo'q. Yoshlar ham gaplashib ketishyapti, e'tibor berishgani yo'q. Shunday bitta holat bo'ldi. Kampusdan qaytayotganimizda bir yosh kattaroq inson turganiga men o'zimni noqulay hisob almashib o'tirdim. U insonning emotion reaksiyasini ko'rib men juda ham hayron qoldim. Bir xursand bo'lib, bir bo'lmagan voqeani ko'rganda juda ham ko'p marotaba rahmat deb o'tirdim. Hayron qoldim. Bu boshida edi. Lekin endi bilsam rostdan shu narsa yo'q ekan. Men shu narsani O'zbekistondan bu yerga olib kelishni juda ham istagan bo'lardim. Chunki biz siz aytganingizdek qanchalik erkak ayollarni tenglash, yosh doirasiga qarab tenglash qanchalik muhim bo'lmasin, biz bir-birimizga bo'lgan hurmatni, ayollarga bo'lgan maxsus alohida e'tiborni unutmasligimiz kerak. Bu narsa bizning tabiatimizga, o'zimizni odamiyligimizga ta'sir qilmasligi kerak. To'g'ri. Bu narsani rostdan men ham o'ylab ko'rmagan ekanman, lekin O'zbekistonda kattalarga joy bermasangiz, yaxshigina gap eshitasiz. O'zbekistonda bilasizlar, shundan ham juda qo'rqaman rostdan aytsam. Mana o'tirdim, keyin qanaqadir yosh kattaroq inson chiqib qoldi, keyin hozir tursam, shunaqa ikkilanish bo'ladi, har doim hozir tursam, ular, "Voy, o'tiring, kerak emas" deydilar, keyin u ham o'tirishim kerak. Agar hozir turmasam, yoshlar hozir buzilib ketyapti, joy berishmaydi, keyin yuzimga qarab, "Tursang bo'lmaydimi" desalar, undan battar sharmanda bo'laman deb qo'rqaman. Shunaqa, lekin rostdan bu yerda qanaqaligini bilmagan ekanman, chunki hech yosh kattalarga joy bermadim, chunki joy berishimga ham to'g'ri kelmadi. Agar men O'zbekistondan bu yerga biror narsa olib kelmoqchi bo'lsam, nima olib kelgan bo'lardim bilmasam shu narsani. Bu yerda hamma narsa yetadi. Menimcha ham o'sha ayollarga bo'lgan alohida e'tiborni olib kelgan bo'lardim menimcha. Keyin o'zbek milliy taomlarini ham shunga kiritgan bo'lardim. Shunday. Bizning o'zbek qadriyatlarimiz juda ham insonlarni foydasiga ishlaydigan qilib, bu dinimiz aralashgan bizning tarixdan, bizda barcha ulamolarimiz tomonidan, shoir yozuvchilarimiz tomonidan juda ham ko'p ta'kidlanib, tarqatilgan narsa. Shuning uchun bizda bu narsa juda ham mustahkam va bu narsadan juda ham xursand bo'lib kelib ko'rdim. Odamlarga, studentlarga, bizni tengdoshlarimizga nima maslahat bergan bo'lardingiz? Bitta maslahat. Agar aynan bir dona maslahat bo'ladigan bo'lsa, nemis tilini o'rganib keyin kelgan. Chunki bilamiz, tarixda Germaniya ikki qismga bo'lingan va biz hozir yashab turgan qismi Germaniyada ko'proq rus tili bor, lekin hozirgi paytda rus tilini faqat yosh kattalarning ba'zilari bilishadi xolos. Shuning uchun ingliz tili bilan kelsangiz ham balki universitetda foyda beradi, lekin tashqariga chiqqaningizda faqatgina nemis tilida gaplashishingizga to'g'ri keladi, do'konlarda, boshqa joylarda. Shuning uchun nemis tilini o'rganib kelsangiz, ko'chada yo'l topib ketishingiz ancha oson bo'ladi. Lekin buni ingliz tilisiz ham eplasa bo'larkan, o'zimiz ko'rib bildik. Nemis tilini bilib kelsangiz anchagina osonroq bo'ladi. To'g'ri, lekin rostdan ham juda ham muhim, chunki baribir ingliz tilini bilib kelganingiz bilan universitetda yaxshi bo'lishingiz mumkin. Hayotingizni baribir boshqa joyda davom ettirasiz. Kuningizni qanchadir qismini universitetda o'tgandan keyin yana yashaysiz. Men agar maslahat beradigan bo'lsam, kelganingizdan keyin yolg'iz kelasizmi yoki boshqalar bilan kelasizmi, baribir risk qilib kelasizda, ko'nib shu yangi mamlakatga, yangi davlatga. Bu yerda qilgan ozgina ishingiz ham juda ham katta konsekvensiyalarga olib kelishi mumkin-da, qanaqadir yomon natijaga olib kelib qolishi mumkin. Misol uchun, biror supermarketga borib, siz bir narsani oldingiz,
keyin uyga borib turib o'sha tanlovingiz noto'g'riligini tushunib qolishingiz mumkin. Masalan, mana shu ham sizga qanaqadir katta nima deydi, zarar olib kelishi mumkin. Ya'ni siz bu yoqqa kelishingizdan oldin shu narsaga rozi bo'lib kelishingiz kerak. Risk qilishga har doim tayyor bo'lib keling va bundan qo'rqmang. Qancha qiyinchilikka kirib ketadigan bo'lsangiz ham, misol uchun, agar siz kelib turib hech narsa qilmasangiz, faqat o'qisangiz, uyingizda o'tirsangiz, iloji boricha ko'chaga kam chiqsangiz, risklardan qochgan bo'lasiz. Hech narsani ko'rmaysiz, hech narsani o'rganmaysiz. Lekin bundan foyda yo'q. Tushundik. Nima bo'lsa ham, misol uchun, qancha minusga kirib ketsangiz ham, endi baribir ko'rish kerak, hayotda bir marta ko'rish kerak, o'sha narsani his qilish uchun. Shuning uchun aytmoqchi bo'lganim, nafaqat Germaniyaga, balki istalgan begona davlatga borganingizda ko'p narsalarni try qilishdan qo'rqmang. Endi chegaradan ham chiqib ketmang, biz qoidalarni buzib, men bir marta yashaydigan narsalardan bo'lmasligi kerak, lekin kichkina bo'lsa ham nimanidir sinab ko'rishdan qo'rqmang. Iloji boricha harakat qilib, tavakkal qilib ko'ring. Yes. Bu yerga kelganimizdan keyin o'zimizda ham xuddi shunday bo'ldi. Juda ham ko'p narsani hayotimizda birinchi marta sinab ko'rdik. İlk bor juda ham katta sayohatlarga chiqdik. İlk bor aeroportlarda, stansiyalarda qolib ketishimizga to'g'ri keldi. Bularning barchasi risksiz bo'lmasdi va bular bilan bizda bu yerga kelgan muddatimiz yana ham go'zal, yana ham yoqimli bo'ldi, unutilmas bo'ldi. Kelib risk qilish kerak, chunki bu to'rt devor ichi O'zbekistonda ham bir xil, boshqa har qanday davlatda bir xil, ammo tashqariga chiqib ko'rish bu ham dars bo'ladi, ham xotira. Sizni unutilmas xotirangiz. Qaysi bir shunday deyarli har bir kunim unutilmas xotira bo'lib qoladigan bo'ldi, chunki har bir kunimdan suratlar, videolar barchasi mavjud va bu har bir kunda ushbu video yoki rasm olishga arzigulik sabablar bor bo'ldi. Men uchun unutilmas bo'lgan eng katta voqea, katta ehtimol bilan